Hafta oldin xotini ketib qolgan do'stimni shu kunlarda tomi ketib qoldi. Qo'shnilardan qarz so'raydigan do'stim endi oktagondan jang so'rashni boshladi. Instagramda PR qilaman deb hammaga sakradi. Sportchilar javob qaytarmagandan keyin ayol aktrisalarga sakrashni boshladi. Qaynotasi kelib qo'ying, yoshingiz bir joyga borib qolgan, tursida chiqmang videoga desa, qaynotamni gapini yerda qoldirmay deb, ertasi videoga tursisiz chiqibdi. Jangdan oldin hamma raqibini yaxshilab o'rgansa, mahalla bilan do'stimizni yotqizish uchun yaxshi bolnitsalarni o'rganib chiqdik. Ishonmadik, lekin do'stimga homiy chiqdi. To'g'ri, gemoyni davolovchi mas xunuk eshitilar, lekin homiylikka faqat shular rozi bo'ldi. Oradan bir hafta o'tib, do'stimga uydan magazingacha piyoda yo'lga chiqqan bloger vizov tashadi. Do'stim uni onasini so'kib atvet qilgandan keyin bloger onasi do'stimni adasini so'kib video qildi. Instagram, TikTokdagi prosmotrlar portlab ketdi. Albatta bu xolodilnikda 6 ta pomidor bor edi, 5 ta bo'lib qopdimi, telenovelasdan ancha qiziq. Hattoki qo'shnim, yurak jarrohi, professor, Germaniyada ilmiy ish yoqlagan inson soha tanlashda adashibman deyordi. Millionlab insonlar jangga katta qiziqish bilan kuta boshladi. Jang bo'lmadi. Mahalla raisi baraka topsin. Do'stim va raqib blogerni bir-biri bilan yarashtirib qo'yib, hozir uchalovi birga Instagramda bayon olyapti.